Assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz quyidagi egzoskelet qo'l qismini tahlil qilamiz, harakatini. Endi unga biron-bir yuk qo'yib ko'ramiz va yuk ta'sirida qanaqa harakatga kelishini ko'rib chiqamiz. Bu egzoskeletni yelkaga qotiriladigan qismi, qo'l qismidan, ya'ni yelkaga. Bu esa demper, ya'ni amortizator vazifasini bajaradi. U yelkani harakatga kelishini ta'minlaydi. Va pastki amortizator bu qo'lni o'rta qismini, ya'ni qo'lni pastki qismini harakatga kelishini ta'minlaydi. Siqish va kengayish hisobiga. Va qo'lning oxirgi uch qismi bu harakatga keltiradi, yumaloqsimon. Ya'ni 360 gradusga aylana oladi. Mana bu qismi. Va eng oxirgi qismi bu yuk tutuvchi qismi hisoblanadi egzoskeletni. Ya'ni mana bu ikkita siquvchi qism pastga tepaga harakatlanib yuklarni ushlash vazifasini bajaradi. Biz hozir mana shu uchki qismiga yuk qo'yib, o'sha yuk ta'sirida amortizatorda qanaqa harakatga keladi, o'shani ko'ramiz. Bu uchun pastki qismlarini yaxlit detal ko'rinishga keltirib olaman. Chunki hozir harakatlanmaydi deb tasavvur qilamiz. O'zi mana shu ko'rinishda qotirib olaman. Bizning geometriyamiz tayyor geometriya. Men bu analizni rigid dinamikda qilaman. Ya'ni bunda biz yuklarning harakatini, tezlanishlarini ko'rishimiz mumkin kuch ta'sirida. Men geometriyamni import qilib oldim. Endi model bo'limini ochib olaman. Demak, mana bizning egzoskeletimiz. Endi egzoskeletga bog'lanishlarni qo'yishim kerak. Ya'ni demperlarning harakati, yelka qismining harakati, aylanma harakatlarini qo'yib chiqishim kerak bo'ladi. Bu uchun connection bo'limiga kelaman, ya'ni kontakt. Kontakt bu bir-biriga ta'sir qilayotgan qismlarni bir-biriga ta'sirini ifodalaydi. Ya'ni bog'lanishlar. Bular programma avtomatik tarzda o'zi tanlagan bog'lanishlar. Menga bularning keragi yo'q. O'shaning uchun kontakt qismini o'chirib tashlayman. Chunki men o'zim yangi bog'lanishlarni qo'yishim kerak. Demak, connection bo'limidan mana ko'ramiz, bog'lanishlar turibdi. Birinchisi bu body ground, bu tananing o'zini bog'lanishi. Va ikkinchisi body, bu ikkita tanani bir-biri bilan bog'lanishi. Hozir asosiysi pastki qismini tanlayman. Ya'ni pastki qismi qotirilgan bo'ladi. Bizda pastki yelkamiz, o'shaning uchun demperning pastki qismini body groundni fixed qilib olaman, ya'ni mahkamlab olaman. Demak, pastki qismini tanladim. Demak, mana bizda bitta qotirildi. Va ikkinchisi bu yelkaga kelaman, ya'ni yelka qismi ham bodyning o'zi bo'ladi. Yelka qismi bu yelkaga qotiriladi, ya'ni aylanma harakatini ta'minlab beradi. Qo'lni yuqoriga, pastga ko'tarilib tushishini mana shu yelka qismi ta'minlab beradi. Demak, bodydan bizga revolut, ya'ni aylanma harakatni ta'minlaydi. Mana tanladim. Bu Z o'qi bo'yicha aylana oladi. Mana buni ko'radigan bo'lsak, mana Z o'qi bo'yicha rotational aylanish, rotatsiyasi mana Z o'qi bo'yicha bo'sh, ya'ni bu Z o'qi bo'yicha aylana oladi. Yelkamiz ko'tarilib tushishi mumkin. Va endi asosiy qismlardan biri bu demper qismi hisoblanadi. Yelkani harakatini ta'minlab beruvchi demper. Bu demper ham body bo'ladi va revolut yoki bo'lmasa asosiy silindrik ko'rinishda.
Nega silindr ko'rinishda? Chunki birinchidan bu ham o'z o'q atrofida aylana oladi, ham yuqoriga va pastga harakat qila oladi. Shuning uchun pastga o'qni belgilayman. Mana Z o'q atrofida bu tepaga pastga ko'chadi. Va tepaga pastga ko'chadi. Harakatga keladi. Va ikkinchi tanaga, ya'ni bodyga buni ichki qismini belgilab olaman. Ya'ni ikkita jism. Mana. Demak, ko'ryapmizki, demperimiz bemalol pastga, tepaga harakatga kela oladi va o'z o'q atrofida aylana oladi. Ya'ni amortizator harakatlanadi. Amortizatorni va xuddi o'shanaqa yelkani tanlab olaman. Yelka qismi ham sharnir simon bog'lanish bo'ladi. Bu revolut bo'ladi yelka qismi. Birinchi ichki qismini tanlayman va ikkinchi amortizator qismini tanlab olaman. Demak, mana yelka qismiga ham bog'lanish qo'ydik. Mana yon tomondan ko'radigan bo'lsak, mana bu ko'k amortizatorning ichki qismi, qizil o'sha yelkamizga qotirilgan qismi mana. Demak, endi yelka qismiga qotirdik va keyingi navbatda endi biz qo'lni ikkinchi yelka qismiga qotiriladigan sharnir qismini ham bog'lanishni paydo qilishimiz kerak. Uchun bodydan revolut tanlayman. Bu ham xuddi o'shanaqa bo'ladi. Mana yelka qismini ko'radigan bo'lsak, asosiy tayanch qismi qizil va unga qotiriladigan qismi ko'k. Ya'ni qo'lni yelka qismi. Va ikkinchi undan keyingi qism bu qo'lni pastki qismini harakatini ta'minlovchi amortizator qismi. Ya'ni bu amortizator qo'lni pastki qismiga mahkamlangan qismini revolut qilib olamiz. Bunda ham bodydan bu qismini tanlayman. Hamda ikkinchisiga amortizatorni qo'lga mahkamlanadigan qismi. Mana demak, amortizator pastki qismini qotirdik. Keyingi navbatda endi amortizatorning o'zini silindrik ko'rinishda, bog'lanish ko'rinishda olishim kerak. Bu uchun asosiy qism va unda harakatni ta'minlaydigan ikkinchi qismni, mana amortizatorning ichki qismi. Demak, silindrik bog'lanish tanladik. Va keyingi navbatda endi amortizatorimni pastki qismini ham tanlab olishim kerak. Sharnirli bog'lanish bor bu yerda bizda. Va ichki qismi amortizatorimni
demak hammasi to'g'ri qo'yildi. Keyingi navbatda qo'lni ikkita qismini, yelka va o'rta qismini bog'lab turuvchi sharniy qismini ham bog'lanish qo'yishim kerak bu qismiga. Bu ham revolvet bo'ladi. Demak, bu asosiy qism va unga biriktirilgan ikkinchi qismni tanlab olaman. Mana unga biriktirilgan ikkinchi qism. Demak, mana o'rta qismini, ikkita qo'lni ikkita qismini harakatini ta'minlab turadigan bog'lanishimiz bu. Agar buni keyin ko'ramiz qanaqa harakatga keltirishdi. Va keyingi navbat qo'lni uchga qismini, siquvchi qism bilan qo'lni pastki qismini bog'lab turuvchi. Bu ham revolvet bo'ladi. Demak, ichki qismi mana va o'rta qism bilan bu pastki qism bilan qisuvchi mexanizmni bog'lab turadigan joyi asosiy. Bu ham revolvet bo'ladi bu qism ham. Demak, mana demak bizda asosiy bog'lanishlar qo'yildi. Demak, birinchi bog'lanishimiz bu pastki qism edi. Ikkinchi bog'lanishimiz bu yelka qism. Bu demper qismi. Demper bilan o'sha amortizator bilan yelkani bog'lab turuvchi qism. Amortizatorning pastki qismi. Pastki amortizator va o'rta qism. Eng pastki qism va asosiy siquvchi qism. Harakatni ta'minlab beradigan. Demak, hamma bog'lanishlarni qo'ydik. Endi bog'lanishlarga biz kuch qo'yishimiz kerak. Birinchi mesh. Avtomatik mesh qo'ya olaman. Programmani o'zini. Demak, keyingi qismda vaqt oraliqlarini taxminan 10 sekund deb olaman. Chunki aniqroq yechim bo'lish uchun qadamlarni 10 ta qadamda olamiz. Bizda harakat aniqroq ko'rinishi uchun va endi kuch qo'yishim kerak bo'ladi. Loads, remote force. Demak, kuchni biz ichki yuzaga qo'yamiz. Va kuchni vektor ko'rinishda qo'yaman. Kuchim Z o'qi bo'ylab yo'nalishi kerak deb oladigan bo'lsam, demak, Z o'qi bo'ylab pastga minusdan 10 newton kuch qo'yaman. Tekshirish uchun. Va bizga kerak deformatsiyani ko'chish. Qanaqa harakat qiladi? Solve qilaman.